Assalomu alaykum. Demak, hozir eng uzoq kutilgan muddatlar bo'lsa kerak. Menimcha hamma sertifikat uchun kutib turib 2 kun qatnashgan bo'ladi va bizda alohida rahmat aytib qolamiz bugungi spikerlarimiz hamda Markaziy Osiyodan kelgan mehmonlarimizga. Hozir biz hurmat tariqasida birinchi aynan mehmonlarimizni taqdirlashni boshlaymiz va asosiy spikerlarimizga, keyin esa ishtirokchilarga so'z navbatini berib turib alohida taqdirlash marosimini o'tkazamiz. Demak, sahnamizni taklif qilamiz va shu bilan sertifikatni taqdirlash marosimini boshlaymiz. Iloji bo'lsa bitta mikrofon deylik, mikrofonni gapiring. Muzika qo'yib yuboring. 5. Jabbarova Aykilay. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Aygul Chaldanbayeva. Nuriza Kadiraliyeva. Aysulu Imasheva. Gulzada Duyishibayeva. Iqbal Mamat Ibrahim qizi. Asiya Turiniyazova. Venera Karimova. Arkadiy Vladimirovich. Asrorga keling, o'shib, vaqtingiz so'rang. Keling, keling, keling.
Akbar. Hammaga ishtirok uchun rahmat. Hozir umumiy fotografiyaga tushamiz. Keyin esa har bitta ishtirokchi ism familiyasini aytib chiqazamiz, lekin undan oldin bizda mehmonlarimizga so'z bor ekan. Demak, речь для наших гостей, для уважаемые наши коллеги из Кыргызстана. Туда? И отсюда можно будет? Мгм. Уважаемые участники и конференции, и форума, вот 2 дня мы очень интенсивно работали, получили большое количество необходимой, актуальной, очень нужной информации. Было очень много коллег, с которыми мы имели возможность, благодаря вам, уважаемые организаторы, познакомиться и обменяться мнениями, и, конечно же, наметить наши дальнейшие действия в плане сотрудничества и для того, чтобы реализовать все наши намеченные цели и задачи. Поэтому большое спасибо хочется выразить организаторам данного мероприятия. Это и, конечно же, компании Align, Сорбон университету, Хабибула Ака вам лично, Марату Алимовичу большое спасибо. В целом, всей той команде, которая очень доброжелательно, гостеприимно нас обслуживали, вели большую-большую работу. Мы знаем, это очень кропотливая работа, организовать такого масштаба мероприятие. Каждый участник внес, организатор внес свою роль. И хочется пожелать всем вам, безусловно, крепкого здоровья, благополучия. И мы все на пути к реализации различных научных проектов, конечно же, к повышению нашей публикационной активности, продвижению наших организаций различных рейтингах. И вот хочется пожелать все то, что мы наметили, конечно же, было реализовано в практическую нашу плоскость. Еще раз большое всем спасибо, всем удачи и до новых встреч. Конечно же, мы уже планируем, Кыргызский государственный университет имени Шенела Арбаева, планируем, наверное, в ближайшее время также системно, как вы проделываете, уважаемые коллеги с Узбекистана, вот на таком уровне, в такой тематике проводить форум ежегодный, и, наверное, мы будем это реализовывать. Конечно же, с удовольствием пригласим вас. Ждем. Ждем. Большое спасибо. Всем удачи. Mana shu konferensiyamizda, ya'ni oliy ta'limni rivojlantirish istiqbollari, oliy ta'lim Erasmus Plus ekspertlar xalqaro konferensiyasi bo'yicha ilmiy ma'lumotlardan foydalanish va nashr etish faolligi to'g'risidagi, ya'ni forumimizni o'tkazish jarayonida bizga yaqindan yordam bergan mana shu oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligiga, Respublika ta'limni rivojlantirish ilmiy markazini rahbariyatiga va professional xodimlariga alohida minnatdorchilik bildiramiz universitetimiz tomonidan. Va bizda mana ko'pchilik xorijiy vakillarimiz desak endi bu noto'g'riroq bo'ladi, chunki bizni mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bu davlatlar bilan biz qardosh millat hisoblanamiz. Shuning uchun sizlarni biz o'zimizni как oila sifatida ko'ramiz va chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz va respublikamizdan kelgan mana shu ilmiy ishlar bo'yicha prorektorlar, bo'lim boshliqlari, ya'ni ta'lim sohasida o'z xizmatlarini
chin dildan xizmat qilib kelayotgan barcha professor o'qituvchilarga, talabalar ham keldi mana boshqa universitetlardan, hammaga universitetimiz rahbariyati tomonidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Hammalaringizga rahmat.